Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda karcher so'ragan klientlarimiz bor edi. Mo'yka ochmoqchi bo'lgan karcher so'ragan klientlarimizga har xil turdagi mo'yka uchun karcherlarimiz yetib keldi. Karcherdan boshqa narsa, pelesos, suxoy tuman, kompressor, mana bunaqangi pena bachoylar ham kerak bo'lsa, qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz. Hozirgi videoda faqat karcherlarni obzor qilib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Xohlaganlarga Omax, Turetis karcherlarimiz bor, xohlaganlarga Xitoy karcherlarimiz bor. Bo'lmasa, obzorimizni boshladik. Eng arzonidan boshlaymiz. Mo'yka ochmoqchi bo'lgan klientlarimizga 220 tokda, ya'ni oddiy razvedkada ishlaydigan karcherlarimiz yetib kelgan Guanzhou karcher hisoblanadi. Davlenasi 150 gacha beradi, 220 tokda ishlaydi. Ko'rib turganlaringdek. Motorlari 2 kilovatlik 4 xil nasatkasi bor. 2 kilovat 18 litr rasxod qiladi. Buni 12 litrligi, 16 litrliklari ham bor. Ya'ni mana bu pompa qismida farq qiladi. Bu o'sha 18 litrligi 1 minutda 18 litr suv ishlatadi. Pistoletlari ham uzun pistoletdan so'ruvchi shlankalari hamda o'zini 12 metrli original shlankalari qo'shib beriladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, dollarda aytamiz. Ko'pchilik dollarda ayting deyishyapti. Hop, 250 dollar qilib beramiz buni. 220 da ishlaydi. Mo'yka uchun mo'ljallangan karcherimiz narxi 250 dollar, toza 150 davlenagacha beradi. 220 tokda ishlaydi. Xohlaganlarga shuni 3 fazali variantlari ham bor. 3 kilovat, 4 kilovat, 5, 7 gacha bor. Xo'p, ko'rib turganlaring, mana bu karcherimiz xo'p 380 tokda ishlaydi. Buni 4 kilovatligi bor, 3 kilovatligi bor. Hammasida ko'rib turganlaring 4 xildan nasatkalari bor, 4 xil sepadi. Bular 3 faza uchun mo'ljallangan. Bularda ham o'sha miyalari original pompadan qo'yilgan 18 litrli rasxod qiladi. Ko'rib turganlaringdek, original pompa. Hop, komplektida pistoleti, shlankasi qo'shib beriladi. 3 kilovatligini ham, 4 kilovatligini ham komplektda qo'shib beriladi. Davlenasi 3 kilovatligimiz ham 150 davlena beradi, 4 kilovatligimiz 180 davlena toza beradi. Aytib o'tganimdek, komplektida hammasida pistolet shlankalari bor. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 3 kilovatlik 380 tokda ishlaydigan karcherimizning narxi 270 dollar qilib beramiz. 4 kilovatlik so'raganlarga 4 kilovatligini narxini 380 dollar qilib beramiz. 4 kilovatligi 170 davlena beradi. 3 fazada ishlaydi motorlari. Endi gabarit kattaroq variantlari ham bor, ya'ni 200 barligi bor. Bu 5,5 kilovat motor bilan jihozlangan. 250 barligi bor. 7,5 kilovat motor bilan jihozlangan. Hop, 5,5 kilovatligimiz toza 200 davlena beradi. 5,5 kilovatlik. Hop, 200 davlena toza beradi. Bunda ham komplektida pistolet shlankalari qo'shib beriladi. 7,5 kilovatligida ham komplekt pistolet shlanka qo'shib beriladi. U faqat 250 bar uradi. Bu katta furalar uchun mo'ljallangan, chunki davlenasi juda ham yuqori. Hammasini davlenasini regirovka qilib ishlatsa bo'ladi. 2-2sini ham 3 fazaliklari hammasini baland-past qilib regirovka qilib ishlatsa bo'laveradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 5,5 kilovatlik 200 bar beradigan karcherimizning narxini 600 dollar qilib beramiz. Xohlaganlarga bundan ham kattaroq variant kerak bo'lsa, 250 taligi bor. Narxi xo'p 650 dollar qilib beramiz. 50 dollar farqi bor. 600 dollar 5,5ligi, 7,5ligini 650 dollar qilib beramiz. Bular Xitoy karcherlar hammasi, zapchastlaridan hech qanday muammo bo'lmaydi. Shlanka pistoletlari hamma yo'q qo'shib beriladi, garantiyalarini yozib beramiz. Endi Omax karcherini ko'pchilik yaxshi biladi. Bular Turkiya mahsuloti hisoblanadi. 1 yildan garantiyasi bo'ladi hammasida. Hop, Omax Turetis karcher, miyasi italyanskiy pompasi italyanskiy, o'sha original variantidan o'zi mana yozib ham qo'ygan, o'yib yozib qo'ygan. Omax brendini 250 taligi bor, 200 talik variantlari bor. 200 taligini motori 5,5 kilovat tok tortadi. Narxi kimga qiziq bo'lsa 870 dollar qilib beramiz. Omax'si 200 barligini. Xohlaganlarga 250 talik varianti bor. 250 taliga aytganimda 7,5 kilovat, 250 bar beradi. Katta furalar uchun mo'ljallangan. Hammasini davlenasi ko'rsatib turadi. O'chirib yoqadigan knopkalari ham.
original qo'yilgan. 250 litrligini narxini 1100 dollar qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Manzilimiz Toshkentda Izza bozori oldida joylashgan. Dastavkalarimiz Toshkent shahar ichida bepul viloyatlarga kelishilgan holda bo'ladi. Kartirdan boshqa narsa so'rab yurganlarga ham pelesoslar, suxoy tuman apparatlari mana bunday pena bachoklarini ham bizning do'konimizdan topishinglar mumkin. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta obunachilarimizga skidkalarimiz bor. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar.